O'zingga o'zingdan o'zgalar o'z emasdir. Ba'zida suv yiqib yo'lini topsin deb hamma ishni yiqishga qo'yib berishingga to'g'ri keladi. Ba'zida ojizlik deb o'ylaydiganlar qarshi yengillash uchun yig'lashingga to'g'ri keladi. Ba'zida baxtli bo'lish uchun hech kimning gapini anglamay ko'ngling xolig'ini qilishingga to'g'ri keladi. Ba'zida oliyjanoblikning senda ekanligini tushunish uchun sukut qilishingga to'g'ri keladi. Ba'zida o'zingga yaxshi bo'lish uchun ko'rmasga selishingga to'g'ri keladi. Ba'zida o'zing yolg'izmi baxtli bo'la olmaydiganligingni isbotlash uchun sening qadringni qilmaganlarning hayotidan chiqib ketishingga to'g'ri keladi. Va ba'zida yo'qlig'ingda seni sevadigan birlarining barlig'ini bilishingga to'g'ri keladi. Unutma, beshingga kelgan har bir ishlar o'ltirib azoblanishing uchun emas, kuchlanib tik turishing uchundir.